butasimon, ya'ni uzumni o'zi, uzumga o'xshagan, lekin buni yog'ochlik qismi uzumdan keskin farq qiladi. Kivini o'ziga olar ekan. Buni bahorda xudo xolasa iskana payvand qilib ko'rsatamiz. Novdani bilasizlar, novdada ikkita qatlam bo'ladi. Ya'ni po'stloq qatlam va yog'och qatlam bo'ladi. Po'stloqasi juda o'suvchanligi kuchli bo'lganligi uchun tez mana yuqoriga qarab harakatlanadi va kelib beta fotosintez jarayoni, barqda fotosintez qaranglar. Barqda fotosintez hosil bo'ladi. Fotosintez Assalomu alaykum tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Telegram guruhimizdagi obunachilar, barcha obunachilar, sizlar bilan bugun kivi o'simligini vegetativ ko'paytirish usuli bilan tanishib chiqamiz. Bu kivi butasimon, ya'ni uzumni o'zi, uzumga o'xshagan, lekin buni yog'ochlik qismi uzumdan keskin farq qiladi. Shuning uchun ham buni payvandlari bir-biriga ushlamadi, olmadi. Bir necha marta qilib ko'rdim. Quruq yog'ochiga ham qilib ko'rdim. Kivini o'ziga olar ekan. Buni bahorda xudo xolasa iskana payvand qilib ko'rsatamiz. Lekin hozir biz sizlar bilan vegetativ usulda ildiz ottirib kivilar sonini ko'paytirish, kivi ko'chatini, yangitdan kivi ko'chatini hosil qilish mavzusida sizlar bilan video qilamiz. Videoni kuzatib boringlar, juda ham manfaatli, yaxshi bo'ladi. Demak, hammamizga kerakli bo'ladi. Kivini botanikasiga bunday qaradigan bo'lsak, juda shoxlaydigan, tez shoxlaydigan o'simlik ekan. Poyasi qattiq, yo'g'on bo'lib, katta bo'lgungacha egiluvchan bo'ladi. Qayoqqa bursangiz shu yoqqa ketadi. Lekin ma'lum bir to'g'ri o'sib turadi-da, ma'lum bir joyga borganda bu o'zini instinti bor ekan, pujinaga o'xshab buralib oladi. Ya'ni bu ilashuvchi poya ekan. Poyasi ilashuvchi poya. Hop, biz hozir quyidagi ishlarni olib boramiz. Bizga kerakli bo'lgan mana shunday asboblar. Hop, mana bunda nima turf, ya'ni chirindiga solingan. Hop, mana bu yerda hozir qaranglar, men buni bir necha kun oldin qilganman. Bunda xuddi mana shu holatda mana shunday chirindilar bor. Holatda qilingan, suv quyib turaman mana bu yerdan, og'zidan yoki bu yoqdan quysam bo'ladi. Bu ildiz otadi. Hozirgi qiladigan ishimizni bu yerda qilingan, endi hozir sizlarga ko'rsatib boraman. Hop, işte boshladik. Xo'p, birinchi navbatda shoxni tanlab olaman, ya'ni novdani tanlab olaman. Novdani bilasizlar, novdada ikkita qatlam bo'ladi, ya'ni po'stloq qatlam va yog'och qatlam bo'ladi. Po'stloq qatlamni filema deyiladi, yog'och qatlamni kislema deyiladi. Bu yog'ochlik qatlami uzumdan bir necha karra qattiq bo'lar ekan. Buni men tajribada ko'rib chiqdim. Endi shu yog'ochlik qismiga, ya'ni kislemasiga tegmagan holda, tegilmaydi. Yog'ochlik qismiga tegilmaydi. Biz po'stloq qismi, ya'ni flema qismini hop kesib chiqaman. Hop, 1 santimetr, kamida 1 santimetr. 1-2 millimetr qilinmaydi. Sababi 1-2 millimetrda buni poyasi juda o'suvchanligi kuchli bo'lganligi uchun tez mana hop, operator yaxshilab ko'rsatasiz endi. Mana shunday qavatni to'liq olib tashlanadi. Faqat yog'ochlik qismi qoladi. Mana ham ko'kargan luk tolalar ham ketish kerak. Hozir men sizlarga nima uchun bunday ishlarni qilamiz tushuntiraman hozir.
Hop, mana yaxshilab ko'rsating, har tomonlama ko'rsating. Mana demak tozalab oldik. Hech bo'lmaganda 1 santimetr bo'lmasam sal oshiqroq. 1-2 millimetr bo'lmaydi, sababi 1-2 millimetr bo'ladigan bo'lsa, poya tez o'suvchan bo'ladi, bir-biriga birpasda o'sib ulanib ketadi. Hop. Bularning kimyoviy moddalar ikkiga bo'linadi. Organik va noorganik. Noorganik moddalar bular suv, mineral tuzlar, elementlar, mikro, makro elementlar kiradi. Organik moddalarga oqsil, kraxmal, yog', 3 xil modda kiradi. Oqsil, kraxmal, yog' kiradi. Endi yaxshilab mana shu yerda nima uchun mana shu ishlarni qilyapmiz tushunib olinglar. Ildizdan kelayotgan suv va mineral tuzlar faqat poya orqali, yog'ochlik orqali, qarang. Yog'ochlik orqali yuqoriga o'tadi. Yuqoriga o'tadi. Faqat yog'ochlikda o'tadi. Mana bu po'stloq qismidan, fleymadan o'tmaydi. Faqat yog'ochlikda o'rtasidan, o'zagidan yuqoriga qarab harakatlanadi. Va kelib beta fotosintez jarayoni, barqda fotosintez qaranglar. Barqda fotosintez hosil bo'ladi. Fotosintezda oqsil, kraxmal, yog' 3 xil modda hosil bo'ladi va orqaga qaytadi moddalar. Organik moddalar orqaga qaytib kelib ildizga, poyaga sarflanish kerak. Lekin kelayotgan paytda mana bu yerda uzilish paydo bo'ladi. Qarang, ko'rsating operator, u yoqda ko'rsatma, mana bu yerda ko'rsating. Mana poyadan organik modda qaytib kelgan paytda mana bu yerda uzilish bor. Ya'ni bu yoqqa o'ta olmay qoladi. Mana kelgandan keyin mana shu joyda ildiz hosil bo'ladi. Biz mana bu hop tuproq bilan o'ragan joyimizda demak ildiz hosil bo'lar ekan. To'g'ri holatda hech qachon hosil bo'lmaydi. Shuning uchun hozir endi bu bir tup mana shu yerda ildiz oladigan bo'lsa, mana shu yerdan bu yog'i yana bir tup, ikkinchi tomoni ham bir tup. Mana yerdan qilganimda bir tup hosil bo'lar edi. Hozir ikkita qo'shimcha hosil bo'lyapti. Men hozir mana shu yerdan olaman buni. Men 1 santimetr yuqoridan olaman. Demak, buni ham shilib po'stlog'ini tozalab olib tashlaymiz. Olib tashladim. Endi mana ko'karib turgan narsa liptolasi. Bundan ham organik modda harakatlanadi. Shuning uchun tozalab olyapman mana qirib. Qirib olyapman, tozalab. Oq yog'ochlik qismi qolish kerak xolos. Yog'ochlik qismi qolmaguncha tozalab olinadi. Endi tozalash ekan, qirib olinar ekan deb qattiq shikast bermaslik kerak. Me'yorida holatda qilish kerak. Mana demak yonma-yon bo'ldi. Mana shu yerda ildiz o'tadi. Mana shu joydan. Kamerada yaxshi ko'rinyaptimi, operator? Mana shu ko'rinyaptimi yaxshi? Mana shu yerdan ildiz o'tadi. Mana bu yerdan ildiz o'tadi. Demak, 2 tup kivi hosil bo'ladi. Buning uchun biz hop oldindan tayyorlab qo'yilgan torf va gumus aralash mana bunday paketchadan foydalanamiz. Oldingisini men bakalashkada qilganman. Hozir sizlarga biz mana shu torf holatda qilib ko'rsataman. Demak, mana shu holatda qilib qilaman. Mana shunday holatda. Demak, mana shu uchburchak holatda bo'lsa, mana shunday mahkamlab qo'ysak bo'lar ekan. Demak, mana shunday yoriladi, qarang. Mana ochildi. Ana. Hop, demak yordam beraverasiz operator. Hop. Mana
Mana bu yerda ozgina joy qoldi. Bu yerdan suv quyib turaman har zaman. O mana holat bo'ldi. Mana bu yerga suv quyiladi. Demak, ikkita archilgan poyasini faqat ustini archdim va joylashtirdim. Mana bu yerda xudo xolasa ildiz otadi. Bir necha 10 kun, 20 kun ichida ildiz otib ketgandan keyin ikki tup kivi hosil bo'ladi. Buni sekin ajratib, kerakli joyga bemalol ekishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday holatlarda hop vegetativ ko'paytirish degani ildiz, poya, barg orqali ko'paytirish. Biz poya orqali ko'paytiryapmiz. Shuning uchun vegetativ ko'paytirish hisoblanadi. Bu butalarda juda ham yaxshi ketadi. Ayrim daraxtlarda, tollarda, teraklarda, qayrag'och va boshqa daraxtlarda bir nechasida hosil bo'ladi, qisqa bo'ladi. Olma, o'riklarda bu narsa sodir bo'lmaydi. Ko'proq butalarda va yarim butalarda, chala butalarda mana shunday ildiz ottirish mumkin bo'lar ekan. Demak, biz kivi o'simligini ildiz ottirib, ko'paytirish yo'llarini sizlar bilan o'rganib oldik. Videolarimizni kuzatib boringlar, sog' salomat bo'linglar. Do'stlarga, mana shu kiviga qiziqadigan do'stlarni barchasiga jo'natib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlanglar, sog' bo'linglar. Gullarimni ham ko'rsatib qo'y o'g'lim. Gullarni ko'rsat. Gullar, mana kivi. Bu yerda kivi operator. Kivi 7 dona kivi bor. 1, 2, 3, u yoqda 4 ta. Bu yerdan keling. Mana bu payvand qilingan qo'qondan olib kelganman. Payvand qilingan meva qiladi degan, endi hali mevasi unchalik ko'ringani yo'q. Mana bu yerda 2 ta, demak 4 ta bu yoqda, 3 ta bu yoqda, jami 7 ta kivi bor. Mana shunday mana tomorqachilik kanali do'stlar, tomorqachilik kanalida yuqorisida valish alohida kivi uchun ustalarga yasatdim. Demak, salkam 5 metrga yaqin valishda xudo xolasa bir necha yillardan keyin kivi o'simligini bargi bilan, kivi o'simligini mevasi bilan sizlarni shuni qilamiz, ko'rsatamiz. Sog' omon bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar.